Nemi jalla bulab ketib bardi 2 yilda bir tal traktorni sotamag'il tas qoldim. Ma traktor kelgili 1 yil oldi shirkatga, 1 yil 3 oy. O'zimizning akag'inisi qumulg'a menib ketdi. Oldinga ta 260 ming sepagan. Yusuf chamasini rozi bo'ldim. Azaldan ko'rishmoqmidik. Ma 3 qatam sotamiz, ko'rishmoqmidik. Ma qumulg'amadi. Yo'q, yangi traktor. Zavod qoldig'imal. Mana endi bush bozor bahasidan hozirgi mush yangi 2025-yillik setish bahasi qolsa 273 ming. Lekin mana 210 ming qo'y pulga qumulg'a setyaptik. To'liqlamasi chiqdi Ravros. Undan boshqa Dovisi desa xeli bir dangliq bir marka hamda bu o'zgarishliq. Mana bir vatliq hamda mush zavod qoldig'i bo'lsa oson bo'ldi degan do'stlarga men Linkartoni 2024-yilning 240 ming qo'shchoq. Mana 210 ming pul beramiz. Tafsilotimizni so'rayay. Guxoning ISO chenchosi oldi eg'riqisi 74 kilodan 15 tal. Motor so'qib qolsa Shansay motor. Mushu Linkartoning jamiyatining motorsi emas Shansay. Mana funksiyon oldigani cho'gilmaydi. Shunga chiqqan mana 210 ming pul beramiz. Yangi traktor to'liqlimiz chiqdi. Uni mana ishlarga bosadi. Zodaning mo'rnini suyatdik. Yangi bo'lganligi uchun yengil turaversin deb. Mana bu faqat bir laypi zavod qolib qolgan mal. Oq qo'ychuni ko'rib qala qo'ychu bizni 260 hisoblagan qo'ychu o'z ayni 260 ga o'xshash. Motorisining maliyasi 240 to'g'ri keldi. Lekin mana qo'ychusi qolsa 260 to'g'ri keldi. Mushna traktor oson bo'ldi. Azin oson bo'ldi. Zavod qoldig'ini oson bo'ldi. Hisob qilsa qo'shchoq, oqs qo'shchoq oldi taqchoq traktorni 210 ming pulsiga oldigan hisob qilsa bek jiddiy alg'ashing traktor faqat bir tal. Rahmat.